Kimdendi bu? Mana. İyi, odişim qandağının yaxşı tudun ma. Yani boz öyle bakan səcimi adaş, sen yoxub qalam ki, dep şuna ensirgendim. Kile. Aldıraş adışım kile. Qaysı şamal uçurup geldi seni. Nimde adamını hoş kılıp tek soğuğat götürüp kepse ömür onuma bir soğuğat verip bakmagan ten adaş. Oy adaş, bu şu hoş xabarını şamal uçurup geldi meni. Bu qitimçi sana çok rahmet etse. Oy. Soğuğat götürüp gelginin qarğandı. Roz hoş xabar oxşamam da digine nim hoş xabar. Ben bu qitimçi adaş bir altınkan tip aldım deyme. Bunu oldu çok qarab bu tip pek asan ke. Onun üstüne ben öyle oldurma tapalayırken saqara. Yey. Ne etmişinde yaxşı vaka? Hey qara, ma bir yürüyüş kirim buyumlarga. Bana çok 100 çaplıqım badi gine. Maning bir yürüyüşü 399 koyke. Eğer vakalat olsa onu da mı aza alalayırkense. Eğer keyninge adam egeshtirsen, payıs onu da mı jıqılkense, ahırda pazım alalayırkense. Sen şunda boldun mu? Ben texi bulmadım. Hazırca keynimde 9 aza var. Sen bilen 10 oludu digine. Bara derecem üstmem şeyi berip qalam adaş. Bu aşta yaxşım ki adaş. Uy şunçilik yaxşı deyme. Oy canım, oy ben 5 sekund aldığınızı önüp olum. 5 sekund saxlap duran, 5 sekund. Ve adaş bu şunçilik yaxşı qara. Yaxşımız qara bilen çırayımga pal paqırap gitpaganda adaş. Ay sinan çırayın go burunlu pal qıldı. Lekin ras yaşırıp texim çıraylı qıp kitipse, texim süzlüp kitipse jumu adaş. Bu mesele şunçilik yaxşı. Onun üstü şirket va qara. Muntazam qoşun ba, küçük terbiyeleydiganda kesipçilik bek yoqur edigine. Ondan xatirjam bolsan boldu. Yey. Esmem işletsem boptu ki yıkındılı bütün gırın boyumlarımda almıştırıp. Adaş, bolduqlar bu gepler cıq anlap şunçilik zerikdim. O gırın boyumlar bilen bu oxşamdı demse, mani işlesen ayıvılsa, sasan bayıvılsa adaş, oxşamaydı. Qaçan hiç eğramal çırağına qarab 5 qoyçan pulu yerkinde telmirip sağırıp otursa, onda özümüz işlep topqan yeyimiz deyme. Vay xenem, ben bir eğrimden çırağı telmirip qarab qaçan 5 qoy verək deyip oturamadım. Vay asam alay boldu. Magi pancayda. Lekin bunu biraz pul tap qılıp olam adaş. Yey, nimdeydigansa adaş. Ma işletkenlerge qarab baqay. Malana oldu bençi keyni fança yap boldu. Nima fança degen? Muşta oturarsan şu boddan keyni qaz fançanı bilmey. Fança diyemde öydek maşina deyen gep adaş. Bular xenim iştigerek elip iştigerek işiltip setip bayıoğuna. Sen mi al fançanı? Maqul men baştaman işiltip baqay. Önümünü kögəndikən sen gep qılayma. İştigerek işiltip da bir vakalet olasçı adaş. Bir bol çay koyma adaş. Ben çıkıp Reyhan'ı berip çöndürüp Reyhan'a vakalet çıkımsa, ma öyden çıkıp qasıl qığıl olmaydı, tapqıl olmaydı. Cuma adaş, ondan az vaqtıdıraq işilterse, onu qalmaydı. Maqul hocam, aldıraşın çayım içmey mağdan. Oy hoş adaş ki içip alırız cuma. Hoş. Adişim, yaxşımı, yaxşı tudunmu? Oylap baxsam çok qara Gülşen. Men muşnunğa vakaletçi bolaycımı men bir qıp sınap baqay. Endi axlan tepsi adaş. Biroq men buni kimga satdime, qanda satdime adaş? Hey, etrafında ayollar çıqqo. Men bunun taktikasini sana öktüme. Vay, bunun taktikası var mı teği? Albatta. Ma aldı bilen şu oğlumun atallar topudaki ayollarning hammasini o'zing qo'shib olsa. Anandaki mush izdeşmegen dostlaring olamda, tuqqanlaring olamda hammasidan qayta izdisa. Eng muhimchi mush dostlaringning do'stlari. Neymiş qanday? Shularga setib xarida qilmamsa, aldı bilen shular bilan qizg'in paranglasa degina o'tirg'a kelganda anadagi maslahatni tavsiya qilishga boshlaysa. Uningdagi eng muhim narsa bilamsa, mush do'stlar chambriki eng muhim. Do'stlar chambriki neymiş qilmaysiz? Ma ayollar nimga ahamiyat beramiz bilamsa? Mush boshqalarning bizga bo'lgan bahosiga ahamiyat beramiz. Do'stlar chamberkining ko'ygan vaqtingda do'stlaringga ayrim gap qilsa. "Vi do'stim, burunbek chiroyliqdingiz, oqdingiz, suzukdingiz, yaqinning yog'isi qordab qoldingizmi, jinim? Hey, qarang, bizning mushta bir 100 jopliqimiz va ishlatsangiz suzilib ketsiz, chiroyli qilib ketsiz. Onanki ovqatish miyimiz va birlashtirib ishiltadigan bo'lsangiz, 18 yosh qiz olg'aylinsiz deysan qara." Oy, ben qiziqchim olsa. Hey, men bunu qamlaştıra alam deyim. Qamlaştırsa adaş, qamlaştıramaydigan neymiş ba? Öyle zerikmedin mi adaş, işini qilmay o'tirib. Men şu bir ish qilsam bo'ldi deb o'ylashayotgan. Mana, ish bitdi. Sen qilasa, men o'gitime birlashib qilamiz. Xotirjam bila. Mayli. Men bir qilib sinab baqay. Ma gaping joyida. Haq qilgani uchun biz mi qilamiz adaş? Shu.
Voy yarg'anli bo'lsa, shimenaysi mashta bak yaxshi. Pak uzib bo'pti, shimenaydan da suyunib qilinglar. Ma'qul. Asta qo'ya bola basta. Terinizga suv to'liqlaydi. Men sal turib sizga tafsili yozib o'rgatib beray, ya. Mana. Voy, kela adash, kela. Voy, odishim. Sen nima qilsan? Men shu vishinda uning bilan aloqalashib, buningga tushuntirib, uningga so'zlab degandek o'shimda ketay dedim. Men sana nima dedim? Bir tayyorlig'ing qil. Bugun shirkatda men vakolatchilar yig'ilishmadi dedim-ku. Men boramdim. Oy, sen nima qilib bormaysan, odishim? Nima gap tushunmaysan? Manga ishga tayyorlig'ing qil. Cho'lponlar naqsh etib deyman, cho'lponlarga darsing tushimiz. Nada? Yig'ilishda. Ya uyanib qo'yamda? Uyan qo'ydi. Voyjon, shuncha gapni qilsam tushunmabsan, adash. Bo'g'ina chapsan, voyjon. Batman keyinda qoldigan bo'ldi, qani. Keyinda o'tirib qaysi rasmni tushsam bu yerda. Voy, keldi. Eshik malni hemen topshirib oldim, xotirjam bo'ling. Ma'qul xabarni bermajmi? Xo'sh. Keldingizmi? Ey, nimalar bu? Men yangidan vakolatchi bo'lgan mahsulot. Mahsulot? Nima qilsa buni? Nima qildi? Men uyda yeymiz kunda 3 vaqt. Deb sotmandiq boshqalarga. Necha vaqtdan bir İmran ba hech ish qilinmabdi ekansa, Imranni yo'lga sel yutibli tijoratni boshlab ketdim-da. Bu uyga xaridorlar to'shab musha laqlab kelsa biz nerede o'tiramiz endi? Voyjon, Davud. Adamni biz zalmoq etmay kirib ishingizni qilaymi? Ishingizni qiling deydi. Bak qo'saq ochdi, qo'saq. Qo'saq ochdimi? Bunday qiling, qo'lingizni bunday qiling. Bo'ldi. Voy, sizlarning qo'lingizdan panji bashkan qo'taq jumloq o'xshaydi debman. Kirib qo'saq ochgan bo'lsa siz qiling. Biroq etim tamom. Menma? Hech nima bo'lmaydi, biroq etimga. Ma'qula. Pazon. Men shunday qilay. Uyni kufan qilib bordi ham o'g'il. Qissotik. Hozir. Bo'ldi. O'zim qulay bo'ldi. Canlı mukammatta böyle. Atgan bilan selayaptimi? Jimi? Ama canlı yok mu? Canlı. Voy, bog'u, bog'u. Canlı deymi? Voy, mana men haqqimga qilibdim. Ya bula, ama tamak soyup ket, kemmemiz deymi aga? Mana. Durdu. Va bula. Jinim. 5 tal ammay aqartishmaydin. Onlam ammamsiz ishxonangizdagilarni tavsiya qilib qo'ymamsiz. Rahmat, Jumo, rahmat. Azam berma deb turasan. Çay içimde pazon. Mana. Voy, rahmat, tejurun rahmat. Mana demidimmi? Qaranglar, Gulbar meni saboqdoshlar to'piga akirib qo'yibdi. O'zining o'tirib maktabdagi saboqdoshlarining to'piga.
Qani, ma küymemdi. O. Ma Aygül özünün sınıfdagi o'quvchilarining ota-onalar to'piga kirib qo'yibdi. To'xtang, bir minut. Aygülüm, rahmat, xo'sh bo'ldim jinim. Men Alloh gapirtayamsa, rahmat jumu. Ey, Yaxshimsizlar, ota-onalar, yaxshi turdinglarmi? Hammanglar mendan salom. ey, ma tamoq suyib ketdi. To'xtang. Ana telefonim qaytib qoldi sizga qildim. Voy bo'ldi bir tamoq yeyli. Uyyu, voy qilolmayman, etenmayman deb asli ustam sizgansiz qarang. Ko'k, yeshil, seriq-seriqni chiroyli qo'ribsiz. Hay yolg'onni maqtamag'ina bo'ldi. Bek o'xshagan chiroy. Bo'ldi. Og'zing kuyib qoldimi? Mana puf deb yeydigan nima bu? Nim bu? Nima? So'yg'i bu, nima bo'ldi? Voy, tuzlu aşınçılam salamda hamdi. Tökepsiz tuzlu bilenlam. Voy, tuzlu qolib ketibdimi? Tuzlu qolib ketdi. Şakrap bo'pti, şakrap. To'xtama, tetib boqay obiyatin, tetib boqsam bir xil tuzsiz turdi, shundan bilan azroq selib etgandim yana. O. Ko'rdingizmi? Mana Farida bek yaxshi jimo. Hammashim oson qilib berdi. Hey jinim, rahmat. Ulam ishki ish qalamdika, ajab yaxshi. Rahmat jimo, sizga xush bo'ldim. Sizga ishki tal ayrib ketib qo'yma. Ha, jutding, bek o'xshabdi. Sen tuzli qoqib turasiz. Tuzli qo'yib qopdimish. Tepiga azroq qaynoq suv quyib yutaymi? Hey, buning tepiga qaynoq suv qo'ysa yigil olamda buni. Nim bo'ldimdi bu? Hey, eslovago men qara. Pola aytishga ustaydim, pola. Mana to'xtang. Biroq idoramnikicha unda buni degan bilan mana 30 tal buyuribdi. Hey Rashida, rahmat. Hammasiga dedingizmi? Ha, bo'ldi. Hech nima bo'lmaydi. Davrang. Bo'ldi 30 talgacha, yana 5 tal ketib qo'ymajimi, jinim. Rahmat. Hozir ham pola aytaymi? Qachon hozirmi? Ey anam, siz hozir qachon pola itib buni ikkimiz yeb, singdirib, qachon bo'ldi. Hey. Neversangiz telefon qilsam, bugun bir kun telefon qildim, jin tepib ketgan, faqat amma telefonni. Siz bir undidorga qilib bering. Nima qilding uni? Nima qilding deb? Ko'rdingizmi? Sotimiz. Do'stlar bekchik jintekning deymi, bekchik do'stlari. Voy bo'ldiqlar, alamda. Olamda deb. Hammadan ilvas nemish olmaydi, alamda deb. Siz ishlatib beqma qanday payizga emas. Bo'lmasa Aras cho'ng'achingizni qizig'i bir gap qilaychi, ajab untiqapmi Adinani, oshna do'stlar bekchik. To'xtang. Mana. Olmaydi-ku. Tuqqanlaringizni hamiz deyishib oldimi, nima telefondan olmaydiganqa? Uyga qilib boqaychi. Voy, uyzang gumalada bo'ldiqlar. Yo'q, yalan yedim gumallandik nima bu? Yo'q, bulan yerdan gumonlanmadim, biz davoga o'xshaydik. Ras, sizlar idoradagilarningki undidor to'pi bor-ku? Bor, nima bo'ldi? Men ashnaqa akirib qo'ying, Ey. Sarang oldingmi ya? Idoraning to'piga kirib nima ish qilding? Yig'inga boramsan har kuni? Ha, yig'inga boraman, nima ish qilding deb. Nima ish qildim? Idorangizdagi ayollarimizni undidorni meni ayrim qetilib, to'p quraman. Anandan keyin ko'rdingizmi? Men mahsulotni sotdim, setib olib, yana mol to'liqlayman. Hozir qani 1 2 3 4 5 to'pam bor. Hozir 5 to'pda 585 odam bor. Anda qilib 1000 odamga chiqarib olsam, shuning bilan mol deganni to'liqlaymiz, to'liqlaymiz. Ha, rost. Sizning undidoringizni melqi o'ttir maktabdagilar to'pi, oliy maktabdagilar to'pi, urug' tuqqanlar to'pi deb bir necha to'plaringlar bor-ku. Ash to'pdagi ayollarning hammasini menga aytib bering. Men hammasini qetilib yana bir to'p quray. Ma tamoqni men yigida qilib chiqay. Qanday? Buni o'ngshayim demay bo'ldi, boshqa ish qilay bo'ldi. Boshqa ish qilsam mayli, men bir o'ngshab boqay. Bu siz yigidek narsa chiqib berma. Telefonni menga Oho, mana. Mavi jin kalladan ketibdi juma. Chataq. Mashillarni.
Mana jetsi. Voy, bo'ldi be, eshig'ini ichib ol. Mana. Ha, ma'qul, rahmat. Atatiganlar qo'lingizga yetkazmajimi? Rahmat qo'llig'ingizga. Bo'ldi. İşingizni ichib bo'lib, bilan bir yurish ma'lumotni egisiga olib boring, ha? Xeyridarim. O. Endi mense sening mol tug'ishuvching bo'laman degan hamda. Mol tug'ishuvching deb uni bir yo'g'on qilib ketmay. Mashinangiz olgandan g'arlab birsiz uni men olib boramtingiz. Ma'qul. Men shunday qilay. Men qilmagan shu ish qilgan emasman. Haras. Әтігенде idaradagi Aygül'ü var o. Bir yürüyüş ağaç gittin ha. Tas kaptım onu tıp kalkılı. Oy jo, mağdum ne? Ey, bir demde Aygül'ni koşap o mallarını setip oldunmuş, açını bıçağı çek. Vay, işi körep bakıdığan boldu. Hey, mana gördünüz mü? Reiste bek onluk zaten. Ben sana... Ma'qul canım, 5 yürüyüşme ma'qul. Bir tal koğun qo'shab qo'ymayjimi? Ma'qul. Rahmat qo'llig'ingizga jiqroq tashviq qilib qo'yingmi? Sizlar idarada ayollar jiqqu. Ma'qul, xo'sh. Men sana qo'l qo'ydim jima xotin. Ha, kiring. Qara. Tas qapma biriga ketib qolgan. Qani, kelsizlar, yuqurasizlar. Biriga ketgan bo'lsam, ishni oldi saqlab qoldi ekansiz, ha? Davudkam shu uyda yo'q o'xshamamdi. Akınız abay işten çıkmazlar kışın bat degende kılıvatıdı. Ben telefon qilib chaqirib ekanmisam, meydi bir ağaçam bat deb kep izlab mi qo'ymaysizlar? Yaxshi edi, uyninki ushaq tushak ishlari, balniyasiga olib borgan, akagan, Parodga osh tomoq atmasam texi shu ushaq tushak ishlar tugmaydi ekan shu. Ha, shu tugmaydi, to'xtab turing, ha. Ketdimish. Davudkam uyda yo'q o'xshamamdi. To'xtang. Ha, bugun kechda azroq ish bor ekan, to'q idoradagilari bilan sal kechroq kelaman degandi. Siz birga berib kelibsiz-da hozir. Ha, azroq bir opirdigan narsalar bor, shuni opirib o'tib keldim. Hey, qarang, men sizga desam bor-ku, men yaqinda bir oltin konga erishib qoldim. Qanday oltin kon ejab qiziqib qoldim-a-da. To'xtang oldirmay deb birman. Abay telefonni dedim-ku sizga, biroq qurib tushan dedim. Men bir mahsulotga vakolatchi bo'lgandan, ha. Bu girim buyumlarning hammasi to'liq bir yurish. Hatto yuz chapliqidan tortib baho shunda azon muvofiq. Shunda jiqlasa 399 qo'y. Siz yana ashunga vakolatchi, o'zingiz vakolatchi bo'lib, oqingizga yana vakolatchi agashtirib, malni yaxshi sota olsangiz, hozir yaqinda mushuni setiblam 1 oydan 3 oygacha bor. Ko'rdingizmi? To'xtang, men amaliy ko'rsatay sizga. Men ko'rdingizmi? Mana 1 oydan 3 oygacha bo'ma mashin, pancho, abtixaq degan. Pancho degan nimada? Voy, mana mavchu men yo'g'antib qo'yay. Ha, pancho. Ha. Uydek mashinchi ashulni opdi. Ha, shunlashqa mushishni men bilan birga qilib, xaqil jendi bir 1 oydan 3 oygacha onda yo'g'on mashinani olib ketgan yerda sizlar bir ayzlig'icha bir dach elib o'tirasizlar. Sizlar ham endi dach elib o'tirdigan, bo'ma mashina deydigan vaqtdan keldi, ukam. Hada dach o'yinimi olib bo'ldingizdan Parodman ajab deyman bu gapni. Voy, yo'q. Ha, bizda aplanmadik. Biz eng mahsulotlarni setib bo'lsak, anandagi asta-asta olamiz. Tushundim. Ha, shuning uchun sizmi Parod qachon 5 qo'ychan bira, qachon 6 qo'ychan bira deb chiroyingizni sag'ati, Parodning yuzi qarab o'tmay, o'z oldingizga egilik tiklab, uyda maydoningizga kirib, meni pishirib. Biroq men qila olamanmi bu ishlarni? Qila olamanmi? Voy, siz ne ishni qilgan xenim ishni qilolmamsiz. Qila olaysiz. Qilolmasangiz men asta-asta o'gitaman. Oldi bilan taktikasini o'gitib qo'ysam, qolganini o'zingiz qilib ketasiz. Bu ishning ham taktikasi bormi, texi? Voy, albatta bor. Qarang, oldi bilan apcho'ringizdagi do'st buradan urug' tuqqan, xulum xo'shna, do'stlaringizning do'sti, hatto avu Dilnazning yesliydagi ma'lumlari, yesliydagi saboqdoshlarining opallarini, ayol kishining hammani telefoningizga qachalaysiz, undidarga qachalab top qirsiz, topni tushundirsiz, qarang. Tushundirib ularga sotasiz. Bu mahsulot oshda yaxshimi-da? Voy, yaxshi bo'lmasa men sizni qiling demdim. Qarang, men hozir mushundan ishlatyapman. Qarang, men chiroyimga. Val qilib paqirib ketganni. Sizga burundili chiroyli.
Ey, deb ketkenni. Şoňlaşyk qarang, sizmi qılsanız qıp ýetäleysiz. Aldy bilen topdan birini qursiz. Topqa hem ayal kişilerini ekirip ularga düşendirsiz. Qağınni asta-asta top qurganda nimaga diqqat qilsiz deb beraymi? Poňuçerdiki ayal kişiler öz çıqagan özünün resimini birden tatip etşip, keşkişma telefonni quruq oynamay. Da körüp, "Vay hada, yaxşymysiz? Vay siz bek çiraýlykçymy? Burun bek çiraýlykdyňyz. Hazırmı go çiraýlyk, lekin çiraýyňyz sen qardap qalgandek duramdy nimo? Çiraýyňyz sen qurgaqlaşyp qapdy. Bir mahsulat yaxşyrak mahsulatny işletip baqamdyňyz ya, mende bir mahsulat bar, sınap baqamsyz ya dep any tüýjan qılsyz." Bek yaman bop kitipsiz jumada. Ayallar nimaga diqqat qiladi? Nimaga diqqat qildi? Poňuçar çıqagan resimlerge başgalar diqqat qilýatymdy, qymmatamdy, özüge bolgan inkas qandarak, haqning bahasy qandarak, öz hazır qandarak ahwalda turyapdy, şuning haq qandak garaýdy, bek diqqat qiladi ayal kişi degen. Uqdyňyzmy? Endi bildim. Bek yaman bop kitipsiz jumada. Ya iş qılıp sizmi ätde öýgenmen de men bu kitipsiz. Men goýda bu gepleriňizden alyp şunçalyk gyzykypdym. Öýge beripla, Ferhat bilen maslahatlaşypla size haberini berme. Oy, Ferhat bilen maslahatlaşman demey. Mana men dedim men sizni bir ýaman ýolga başlam diýip. Ferhatga özem düşendirme. Men mahsulatny başda bir körüp beqeň. Qarang, mana. Gördüňizmi? Mana, mawo men mosy. Qarang, men rangly girimdirim batyk beqeň bu mana. Gördüňizmi? Emran tolyk. Muşnu birden tatip poňuçanga çykyryp düşendirip satsyz. Türler pek çıkkan bu bana. Mana qarang. Bütün türleri bar. 399 koy. Siz alsanız, vakaletçi olsanız, aqınız edemeye geçtirsiniz. Bunu da mı əza alırsınız? Uy, bak kimge qıptı o? Vay şu. İmran apsi. İmran bilen kızınız gavurunu bir sınıfta okuduğu. İkimiz ata-ana jığında bir yerde oturup tazı muңdaştık. Men şu Peride. Vay, muanim de edemdi bir yeşikte. Muanimge qıptı. Şu. İmran balam xeyli kuyunu qaptı. Qızınızım xeyli kuyunu qaptı ma tenjinge. Qarang, başqa gap yo'q. Men sizni ata-analar topidan qetip aldım. Şu men yaqinda bir mahsulot ishlatgandim. Qarang, bek yaxshike. Mana yaqin yo'riqlik tavsiya qilib qo'yaptim. Endi sizni men o'zim yaqin ko'rib, bolalarimiz bir sinfda o'qigan ekan. Şunu sizga deb qo'yay degandim. Baskina. Ya bir top. Qetlik qapman go. Ayolga qiptamdi. Yaxshimi Asiya, yaxshimi? Bo'ldi, ishga yurishma. Ma'qul. Endi boshqalarga tavsiya qilib qo'yasizmi? Rahmat. Yaxshi tush ko'ring jinim. Atat deganda qilib Menga qipti. Şu jinim, şu. 4 yürüyüş oldu ma. Men bir yürüyüş qo'shib qo'yay, 5 yürüyüş, birisini yani biraz aldıqalla chiqib qoldi jumu. Rahmat jinim qo'ylig'ingizga. Yaxshi tush ko'ring, ham saat ko'rishaylik. Xo'sh. Töt yeşik? Oh. Mağdundu. Tağı yatmadın Hazır yatma. O tağdaydı da hiç uxlamay satılgan näsemi to? Ya hazır tugaydi. Qarang, mana bir töt yeşik buyurupdi deyman. Men idara ishga barma xotin degan turib. Ma'qul. Bo'lmasa uyga chiqib qila, bo'lmasa. Mana hazır. Qapama. Ma'qul. Tushdan keyin bekatda yo'lga sapirma, töt yeshikni jimo sizga alaydi so'g'itimi bor. Ma'qul. Rahmat, amsi kashokatni yaxshi tush ko'ring jimo. Yana ishlavsiz aloqa qilib turaylik.
Bu eshikku ozlab malqanmidi, lekin bu pul kirmidi. Qiziqma bu ha. Ishiltib ko'rib beqanlar desam, men bakaq baga o'xshaydi deb pulni vermay ishiltayveramdiganda. Şulda. Mana. Nädimi be, uçurdi. Voy, Farad. Ha, Qanday ahvoling, yaxshimi? yaxshi emas. Voy, qanday ahvol, yaxshimi ukam? Keldingizmi? Qani, keling. Xap, juma, xap. Voy, nim bo'ldi ukam? Nim bo'ldi? Aka, men-chu, men xotinni boshqaramdim. Voy, boshqaramdim? Bu Asiya yosh qiz olg'u. Shunday men sening siziqingdan chiqmaydi, nim bo'ldi? Yuvashdi. Bu ömürde bir 5 moçallık soğudu qıpaqmagan bir kız ola. 50 bin koyluq malı ilıvaptı. Ya onu silip çıkaran biri turudu öyde. Gap qısa xapılıdı. Onu az deyip ömde setiş iqtidarını götürdüğün kürüsüvakken, anda kürüsüvakken, manda kürüsüvakken deyip şuya katlayışımı deyip yurdu. Onun da mena bir monç pul tapşırdık ya. Gap qısam xapılıdı. Telefon tutmuşunda qarab o'tag'an. Ya balı bilan kar yo'q. Ya öy bilan kar yo'q. Yaqsam xapılıda yamalab mangan aran turdi. Asiya acamning gapini bek anglaydi aka. Shuni acamni gaqi qo'yamdikin deb bir mo'ch ishim bor deb tashlab qo'yib keldim men. Atla, mash qamlashmabdi. Achingiz ma'g'u, setib chiqarolmayotganning birisi. Bu Asiya kimga vakolatchi bo'lgan bo'ladi? Tangay, kimga oldi ki? Mana bo'lgan. Nima? Sana bo'lganmi? Obdan qipsa. Yaxshi qipsa. Azung. Bek bo'shab ketdinglar ya? Hocam bo'ldi qiling adam zanglik qilmay. Bir kirketkidek to'shko'z kirketkidek bo'lib ketib borman. Men nim bilan buni unda olib ketishni bu ishni. Ey, ben sana başta degan-ku. Ma o'zing bildigan tushundigan ishni qil deb. Nada unda asan savdo qilgan ularga shu bu savdo deganga ma'g'u, unda dit ketdi dit. Boshqalar qil degan-ku deb sig'inib kirib olgan bilan unda qamlashtira olgan nima u? Nada unda asan pul deb boy oldigan ish vajaganda. Ey, men sana deb qo'yay. Sen ba'g'u, ma oilamiz xotirjam bo'lgan ishni qil. Ma mallarını vağı kaç kaytırdığı işini kılaylık nimeteylik Gülşen degen xotinni izlep. Aras, ma Asiya'nın mallarını koşap kaytırıp et. Unda qısaq. Bu soğudunu qamlaştırıp atqanlı ba, özünün turmuşunu bir obdan qamlaştırıp, qamdap ketip atıdı. O sen biz bu soğudunu qıpaqmaqadan bir yolga kirip alsaq bilmey turib, senin qanda avla, sen bir dep baqa. Sen girim buyumdan tushunma degan bilan ma setib chiqarishni bilsang oldu ne? He. Şunu men sana dep qo'yay, ko'nlar bekor aytmagan, quchqa cho'sim qassab so'ysin deb. Sen mi satsan, mi satsa, Asiya mi satsa, buni oxirida kim oladi? Oxirida etrafingdagi odamga tangdigan, zo'rlaydigan, yolvirdigan ish chiqdi. Mushta gap. Bo'ldi, jon. Men amsi chiqib Gulshan bilan bir paranglashib baqay. Kesip gap qilmanda, bo'ldi, ma ishni qilma bo'ldi. Ma'qul. Sen bilan deyishay demay acha. Asiyaga gap qilib qo'ya Asiyaga. Kurus yana bir nima deb yurdi. Yana bir moch ishlar edi ava. Ha, ma'qul, men gap qilayman. Gulshanning qishiga chiqib baqay. Mushu ish qilgan deysan qilmaga. Ukam, Gulshandan 5 emasmi, uning bosh deymiz olmaydi. Ha, menda yurmaydi.